bu ummatning ichida, ummatu Muhammadiyaning ichidagi har bitta kishi Alloh taoloni yaxshi ko'raman deydi. Bu namoz o'qiydimi, o'qimaydimi, aroq ichadimi, aroq ichmaydimi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedimi, hammasi Allohni yaxshi ko'raman deydi. Lekin Alloh taolo ana shu o'ziga bo'lgan muhabbatni bandalar isbot qilishini talab qilgan. Biz isbotlashimiz kerak. U isbot nima? Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Mana shu oyat siz bilan bizdan isbotni talab qilyapti. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sizlar musulmonlar Allohni sevsangiz, Allohni yaxshi ko'rsangiz, menga ergashinglar. Shunaqa deb ayting. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi mehribondir. Tushunalingmi? Allohni yaxshi ko'ramaymiz degan da'voyimiz bo'lsa, Muhammad alayhisalomga ergashishligimiz kerak.